Bo'ydog'man, eşek deyman, uxlayman, eşek deyman, otam uchun ham eşek deyman. Ha uylan deb hamma ziqivordi. Xohishim bor, lekin sharoitim yo'q. Sharoitim bo'lsa ham normalniy qiz yo'q. O'rtoqlarim uylangan, halovati yo'q. Vobshe tinchi yo'q, erkinligi yo'q. Ikkita yostig'im bor, lekin xotin yo'q. Uylanganlarga maza doim qorni to'q. Men bechorani esa saftirigim yo'q. Abetim ham yo'q, testosteron po'q. Yuzimga ugri toshgan. Jo'ram aytadi bu garmonalni deb. Uylansang yuzing silliq bo'ladi. Ugrini uylanishga nima aloqasi bor? Stalbada lampochka bir kun pir qilarkan. 30 yoshga to'lganingda lampochkang ham kuyarkan. Shu uchun ham vaqtida uylanish kerak ekan. Bu qo'shiqni bo'ydoqlarga jo'natish kerak ekan. Uylan, ho'kiz. Baxting bo'lar to'kis. Nima ye? Nima ye? Boydan beri ye deysan, nima ye? Sifat shirinligidan yegin trendda-yu bu o'rtoq, ye. Ha, bundan yeyman. Bu bo'ydoqni joniga oro kiradigan sifatku. Ye. Ya manini ye, nimani ye? Ya bo'ldi, yeyman. Uylan, ho'kiz.